Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizani neyrokardiomedik klinikamizda nafaqat yengil turdagi nerv kasalliklari, balki o'ta og'ir darajadagi bosh miya jarohatlaridan keyingi holatlar, komadan keyingi holatlar, apalik holatdagi bo'lgan bemorlarimiz davolanadi. G'olib akamlar, Xoliqov G'olib akamlar 2024-yil 16-sentyabrda o'sha avtohalokat natijasida bosh miyadan juda qattiq jarohat oladi hamda koma 3 holatida shifoxonaga yetkaziladi hamda bosh miyadan operatsiya o'tkazadi hamda undan keyin bemorimiz koma holatda bo'lib sekin apalik holatiga chiqib oladi. Apalik holatida bizga murojaat qilgan bemorimiz hozir mustaqil nafas ola oladi, faqatgina traxeostoma yordamida, hech qanaqa IVL apparatsiz nafas ola oladilar. Bizga kelgan paytda ovqat yutinishi, nafas olishi hamda tashqi muhitga bo'lgan reaksiyalari deyarli yaxshi emasdi, yo'q edi. Hozir bizga akamiz tashqi muhit reaksiyalarini bildira oladi, boshini ko'tara oladi, ko'zlarini yuma oladi, qo'llari bilan harakatlar qiladi. Musiqa qo'ysak raqsga ham tushyaptilar yotgan joylarida. Oyoqlarini tortib oling desak tortib olalyapti. Umuman olganda har bitta buyrug'imizni aytganimizdek bajara oladilar. Bemorimizning ahvoli juda ham yaxshi. Ikkinchi kurs davolash muolajalaridan keyin ayniqsa bemorimizda yaxshi katta o'zgarishlar bo'ldi. Inshaalloh bemorimiz oyoqqa turib ketishadi. Mana shu davolash muolajasidan keyingisi, ikkinchisidan keyin traxeostomani olib tashlash amaliyotini bajarmoqchi turibmiz. Xudo xolasa mustaqil ovqatlanishga ham o'tadi. Traxeostoma borligi sababli bemorimiz gapira olmaydilar hozir. Nasib bo'lsa G'olib akam bilan yana traxeostoma olingandan keyin suhbatlashish baxtiga muyassar bo'lamiz inshaalloh. Bemorimizda ahvollari umuman olganda yomon emas. Xuddi shunday holatdagi bemorlarimizni ham bizning klinikamizda davolab, muolajalar qilib, bemorlarga yordam ko'rsatyapmiz. Like bosasiz, podpiska bosasiz, hozir holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz hamda keyin ayollari ham ikki og'riqsiga bemorda bo'lgan holatni aytib beradi. Xo'jayinim 2024-yil 16-sentyabrda avtohalokatga uchragandilar. 3 oy komada yotdilar. Keyin uyga olib bordik. 1 yil doktor qayerga yotqizishni bilmay doktorxona izlab, keyin shu yerda topib, shu yerga keldik. Xudoga shukr 25-yil 20-sentyabrda shu doktorxonaga keldik biza. Bir kurs lecheniya oldik. Shundan asta ko'zlarim bir nimalarni gapirib, tushunyapsizmi, meni eshityapsizmi desam, ko'zlarini yumib javob beradilar. Hozir men 2-kursga keldik. Oyoq qo'llari yaxshi qimirlab, ko'zlari bilan bir nimalarni yaxshi tushuntirib, bir nimalarni bersam og'zidan yutinib, o'zgarishlar ancha yaxshi, xudoga shukr, ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa, bu kurs lecheniyaga o'zimiz yurib kelamiz degan niyatdaman. Doktorlarga kattakon rahmat, baraka topishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Balalarni huzurini ko'rsin hammasi. Bizga o'xshagan kasallar mana shu yerga topib, kelib shifo topib ketishini so'rayman. Rahmat hammalaringizga, baraka topingizlar. Xo'jayinim ancha yaxshi. Chap oyog'ini umuman qimirlatolmaydilar. Hozir oyog'ingizni qimirlating dadasi desam, dadasi, menga qarang xo'jayin, meni tushunyapsan? Ko'zingizni bitta yumib qo'ying, qattiq yuming ko'zingizni, bunday qilib yuming. Ko'zingizni yuming. Ko'zingizni yuming dadasi. Faqat picha tushunishi kech. Kechroq tushunyapti, lekin ancha yaxshi oldingidan. Boshini ko'taring desam, dadasi boshingizni ko'taring. Boshingizni ko'taring. Bo'ldi, yoting dadajon, yoting.